Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Hamma narsa yorqin va rang-barang bo'lgan sehrli o'rmon bor ekan. U yerdagi hayvonchalarning hammasi o'ziga xos edi. Bu o'rmonda Kumush ismli kichkina quyoncha yashardi. Uning quloqlari boshqa quyonlarnikiga qaraganda sal uzunroq va rangi kumushdek yaltirab turardi. Kumush do'stlari bilan o'ynashni juda ham yaxshi ko'rardi. O'rmonda Bo'rivoy ismli kattaroq va ovozi baland bo'richa ham bor edi. U doim boshqalarni mazax qilish orqali o'zini kuchli ko'rsatishga harakat qilardi. Bir kuni Bo'rivoy Kumushning uzun quloqlari ustidan kuldi. Hoy Kumush, quloqlaring shunchalik kattaki, ular bilan uchib ketsang kerak-a? Boshqa hayvonchalar Bo'rivoydan qo'rqishgani uchun indamay yerga qarashdi. Ba'zilari esa past ovozda kulib ham qo'yishdi. Shu kundan boshlab Kumushning dunyosi rangsizlana boshladi. U endi o'zini chiroyli emas, balki g'alati deb his qilardi. Kumush avvaliga bo'layotgan ishlarni onasiga aytgisi kelmadi. Bo'rivoy esa Kumushni xafa qilishda davom etardi. Ye, qaranglar, shalpon quloq keldi. Quloqlari parashyutga o'xshaydimi? Nima dedi? Ana yig'lab bordi. Kumushning onasi juda ziyrak quyon edi va qizida bo'layotgan o'zgarishlarni sezib, sababini so'radi. Nega ranglaring so'nib qoldi, kichkintoy? So'radi onasi. Kumush yig'lab yubordi. Bo'rivoy meni mazax qilyapti. Menimcha menda nimadir xato. Quloqlarim juda katta. Shunaqa xunukmanmi, oyi? Ona quyon Kumushning ko'zlariga qaradi. Eshit, Kumush. Bo'rivoyning so'zlari bu sen haqingdagi gap emas. Bu shunchaki uning ichi qoraligi, uning ichidagi zahar. Agar sen uning so'zlariga ishonsang, unga o'z ranglaringni sovg'a qilgan bo'lasan. Sening quloqlaring bu sening kuching. Ular bilan sen boshqalar eshitmaydigan eng go'zal kuylarni eshita olasan. Onasi Kumushga yana bir sirni o'rgatdi. Qachonki kimdir seni xafa qilmoqchi bo'lsa, ichingda bir ko'rinmas qalqon borligini tasavvur qil. U yomon so'zlarni qaytaradi, lekin mehrni o'tkazadi. Seni xafa qilmoqchi bo'lganga albatta, sening gaplaring meni xafa qila olmaydi. Bas qil deb aytdi. Ertasi Bo'rivoy yana Kumushning oldiga keldi. Hoy shalpon quloq. Bugun yana xunuk bo'lib ketibsanmi? Kumush bu gal titramadi. U ko'zlarini yumdi va o'zining yaltiroq, kumushrang qalqonini tasavvur qildi. Bo'rivoy, sen nima desang ham men o'z quloqlarimni yaxshi ko'raman. Ular menga yarashadi. Menga bunday gapirma. Senga nimadir yoqmasa, bu sening muammoing, meniki emas. Bo'rivoy to'xtab qoldi. U Kumushning qo'rqishini kutgandi, lekin qarshisida kuchli va o'z qadrini biladigan quyoncha turardi. Shu kundan boshlab Bo'rivoy hayvonchalarni mazax qilmaydigan bo'ldi. Kumushning ranglari yanada yorqinroq bo'lib qaytdi. U endi nafaqat o'z quloqlaridan, balki o'zining ichki kuchidan ham faxrlanardi.